Meni sizlarga birgina iltimosim bor. Har biringiz Robbingiz taboraka va taolo bilan yolg'iz qolinglar va Allohdan ixlos qalb bilan so'ranglar. Ixlos bilan, qalbdan. Men ham sizlar bilanman. Va har birimiz shunday deylik. To'liq tahorat qilgandan so'ng, Allohga 2 rakat namoz o'qigandan so'ng shunday deylik: Ey Alloh, Jabroilning, Mikoilning, Isrofilning Robbisi, yer va osmonning yaratuvchisi, yashirinni ham, oshkorni ham bilguvchi zot, sen o'zing bandalaring ixtilof qilgan narsalarni yechasan. Bandalaring ixtilof qilgan narsalarda o'zingning izning bilan meni haq yo'lga hidoyat qilgin. Albatta sen kimni xohlasang haq yo'lga hidoyat qilasan. Buyuk Allohga qasam. Kim ushbu duoni ixlos qalb bilan haqni topish maqsadida aytsa, Alloh taolo uni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yadi.